6 qism. Men bu uyda barğancha o'zimni yot odamdek his qilmoqdaman. His qilgandimmi, qul dedeklardek his tuyg'uda o'tib. Qiynanam bar yerda nonni xotirjam elib yeyolmaydigan, ulardan beso'roq tamoq etib yeyolmaydigan bo'lib qoldik. Bu uydagilar qo'lida bor, boy degan bilan qilchilik narsigami bakchanglik qiladi. Bakla pas edi. Erim bo'lsa meni o'ylabmi qo'ymag'ashqa, bu uydimi dilim suv ichadigan hech bir yeri yo'q. Bu uygimi bara patmaydigan, kun almoqmi taski to'xtaydigan bo'lib qoldi. Men qanchalik ig'irlik qilib balamni deb bu uyda turgan siri, bu uydagilar meni shunchalik pattirmadi. Yengam bo'lsa eri qashida bo'lg'ashqa, eri birni tinsimi shuni deb chiqib, erinimi yomon ko'rsatdi. Tili shakar, dili zahar edi. Menga bo'lsa sizni bo'zaq qiladigan eringiz yeningizda yo'q. Pul tepib sizga avatidi, bolangizni xotirjam boqsiz deganda qilib, meni o'sal qilib chiqishtirib, bo'zaq qilganda qilib yuratdi. Men bo'lsam saxt fazlikni, ustuliqni qamlashtirolmag'ashqa hammani kulibla tugatdim. Yengam bakkapdan edi. Bu uydagilarmi yengamnikini rost aytdi. Angladingizmi? Yengangizning deganlari naqadar o'rinliq, a? Sizning eringiz yeningizda yo'q, ya urmaydi, ya tilamaydi. Atidin kashkcha siz uchun, bolangiz uchun pul tepib, o'zining o'lik tiriki bilanmi kar bo'lmayvatsa. Siz atidin kashkcha uyga bekinib edib, suyingizni eqitib yurasiz. Xuddi hammamiz sizni bo'zaq qilayotgandek bechara qiyofatga kiryapsiz. Yo'q, opa. Men nada undaq qildim. Bo'ldi. Oldimda to'la o'yin qo'ymang. Yengangiz to'g'ri debdikan. U doim sizni japoni tortib atadi, ko'proq kuynayli deb. Sizning yaxshi gapingizni qiladi. Biroq siz zodi o'zingizning qilganlarini bo'yningizga olmaysiz. Bizg'u hozir hayot. Navada o'lib tortib ketsak, o'g'lim oldidami mushunda quvluq, shumliq qilib o'yin qo'yib yursangiz, biz qandaqmi yerligimizni xotirjam yotalaymiz. Ha, qanadanga? Bo'ldi, apa. Singlimiz texi kichik. Balkim bizni o'z ko'rib, shunda qilvatqandi. Mana, ko'rdingizmi? Yangangiz-chi, doim siz tarafda g'ammingizni yeydi. Lekin siz men qiynaningizda emas, hatto mushu sizga doim ko'ngil biladigan yangangizga ochiqcha yashmaysiz. Bo'ldi, apa. Singlimning bolasi tex kichik. U asta hammani tushundigan bo'ladi. Yuring, apa, chiqib kino ko'rayli. Singlim tamaqatkash bo'lsin. Maqala. Yuring amsa. Hayot, bu menga nima kun? Men nimani xato qildim? Men zodi nimani xato qildim? Ajaba, mening tirishchanlik ko'rsatishlarim, bergan qurbonliklarim yetarsizmi? Men nimishqa shuncha tirishibmi? Oddiy bir kishilik izzat hurmatga, g'amxo'rlikqa erisholmayman. Yoki men shuncha dodmi? Men o'choq oldida o't qalab turib, shundaq savollarni o'zimdan rat so'raydim. Savollarim yanada javobsiz edi. Qiynanam erimning kun-kunlab, oylab kelmaganini chandurmaslik uchun, meni eg'iz etishimni to'sish uchun, yangangizni eri urib tillaydi, sizni eringiz urmaydi, tilamaydi, pul topadi deb qo'yib yuratdi. Men ichimda o'ylaydim. Erimmi yenimda bo'lsa urib tillab qoladi. Yenimda bo'lmagandan keyin shunday qiladi-da, yengam ursa, u mening gunohimmi-du deb ichim ochiq bo'ladi. Meningda nima amal? Yo, dadam opam qishig'i yomonlab borammisam? Yo, bu uyda bolam bilan texi patmasam?
Xiyolimda ayrim uy ayirib chiqib ketishni o'yladim. Uzun o'tmay qaynonamla uy selib berdigan bo'ldi. Bizni belak bo'lib chiqib ketinglar dedi. Menmu ichimda baxo'sh bo'ldim. Ayrim uyimda nima kun ko'rsam ko'ray, bu ochiq kunlardan qutulay, boshqalarning ko'ziga qarab o'tishdan qutulay deb o'yladim. Uyni selish jarayonida erim o'zi bexaraman ichib chekib ishlab, pul tepib, o'zining g'amini g'amlab kun oldi. Men bo'lsam uyning hamma eg'ir yenik ishlarini er kishining o'rnida balamni o'zim beqib qildim. Boshqalar uy solsa, eri bilan birga qilsa, men bo'lsam betilay xotin, o'zim yolg'iz qildim emasmi? Lekin ayrim uyda xotirjam yashashni o'ylasam, bu eg'ir ishlarmi ko'zimga ko'rinmadi. Harg'an talg'inimmi bilinmay qoldi. Qaynonam meni qiynaydi. Ko'nglida men kelinimga uy elib berib, bakchong ish qilyaptim. Shuni o'z qilish kerak deb o'ylab, bolasini biror qatammo "Ma'u ishni qilish ber" demadi. U hadislar erimni maqtaydi. O'g'limdek ishchan, oq ko'ngil, vafodor farzand hech yerda yo'qdi ha? Siz-ku hadisi o'g'limdan og'irinisiz. Qarang ha, hozir qaysi xotinning eri kech kunda sirtda ishlab pul topadi. Hozir-ku o'g'limdek farishtadek esil erni izlabmi topolmaysiz? Shunga hadisi o'g'limdan norozi bo'lavermay, shukr qanoat qilib, o'g'limga tegib olganingizga xush bo'ling. Qaynonamning deydigan doimlik gapi ana shu. Texi balam ishlab pul topadi, balam bala, yavash bala deydi. Qo'lidan hech ish kelmaydigan bekor talat deb o'ylaydim. Lekin balasi loyihasal, u o'zining g'amidan chiqadigan, xotin ballarning oldida hech qanday mas'uliyatni ado qila olmaydigan bola ekanligini o'ylamaydi. Men erimga bir nima desam, meni urib tillab, aroq ichib kirib xo'rlaydi. Qaynonam bo'lsa, balasi tarafda turib, meni yamonga oladi. Shunday qilib, eng ig'ir bo'ron chapqinlardan qutulib, bu uynimi opam dadamlarning yordamida oddiy soda qilib ko'chib kirib oldim. Ko'chib kirib balamni beqib, xalqning etiz eriqlarida medikarchilik qilib, balamning va o'zimning janina baqdim. Erim bo'lsa, burundan tartib shundoq ko'nib qolg'ashqa, yanala bu uy xiyoliga kirib chiqmaydi. O'zninkini to'g'ri deb o'ylaydi. Men bu uyda bo'lak tursam-u, hech kimning oldida xor bo'lmaslik uchun, hech kimning qo'liga qarmaslik uchun balamni beqib yurib, opam dadamlarning yordamida bu yerlarda medikarchilik qilib, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay pul tepib jenimni har holda yomon emas o'tkazotdim. Uyim belak bo'lg'ashqa, qo'shni qo'limlarim bilan tanishdim. Erim qo'rsuqi assa uyga yuguraydi. Bo'lmasa o'ynab yuraveradi. Men har qatim uyda tamoq etib balam bilan yolg'iz tamoq yeydim. Ko'nglimda erim bo'lsa, uchimiz birga o'tirib tamoq yesak, bizmi boshqalardek oila shodligidan xo'shal bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydim. Boshqa inoq ijil o'tgan bolalarga, ota-onalarga havas qilatdim. Chunki qo'chqimdagi bola haqiqiy dada mehriga, bu uy va yonchilib xorlangan bu miskin qalbim haqiqiy mas'uliyatchan, kuyimchan bir erga muhtoj edi. Qani aytinglarchi, meni shundoq o'ylaganim xatomi? Aramizda qani qaysinglar mendek dardlarni tortib baqqan? Qaysinglar mendek mehr muhabbatga zar tashna bo'lgan? Erimga ochiqim keladi. Yuragim shu qadar beorom bo'ladi. Uning zodi nima o'ylaydiganini bilolmay, yoki uni rozi qila olmay, yo o'zim xush bo'la olmay, kunlarim ana shu ritmda o'tib. Ko'nglimda mang'u mehrini bermasin,
o'z bolasiga mehrini bermaginiga bak azoblanatdi. Mangamo ya ko'ngil bo'lmaydi. Kunduzigu qarasini ko'rmayman. Balam bechoramo dodi mehriga erisholmaginiga bak achchiqim keladi. Şoňa balamga men hem dada, hem ana bolup, boyun qıstırıp qoymaslık üçün balamni bek yaxşı baqatdım. Balam bek kepsiz edi. Oğul balı bolğaşqa mekin, faqat joyida jim turmaydi. Balamni beqib 2 yaşqa kirgizishmo bek taski to'xtagan edi. Bu jarayonlardagi japoni bir o'zimni biletdim. Bala baqmaq haqiqatan tas. Buni faqat ana bo'lganlar tushunadi. Kunlar o'tgancha bara-bara erimdinmi ko'nglim sovib qoldi. Erimning ko'nglida yo bolamiz bo'lmasa, yo men bo'lmasam, biz zodi nimaga hesab? Mening kunlarim nima degan ma'nisiz deb o'ylaydim. Qo'shnilarimning qizlari bilan do'st bo'ldim. Dard to'kadigan odamim bo'lmag'achqamikin, do'stlarimga bek amroq edim. Do'stlarimga bek kuyinatdim. Do'stlarimdan garim qilishni, chiroyli yasinishni o'rgandim. Do'stlarimmo chiroyli yasinib yur, chiroyli yurmay, ishdan beshingni ko'tarmasang, ering sana qaramdi, ancha-muncha yasinib qo'yg'uluq, garim qilib qo'yg'uluq, sen o'zing bo'ying egiz, zilva, shundoq chiroyli garim qilib yasinib yursang, cho'qim o'g'illar kayningdan ketolmaydigan qiz bo'lib ketading. Eringmi sendan yiroq ketolmaydi deyishatdi. Menmo bularning bu gapini to'g'ri deb o'yladim. Chiroyli kiyimlarni kiyib, garim qilib, o'zimni yasab yuradigan bo'ldim. Do'stlarimning deganidek, hammaylar meni bek chiroyli deyishatdi. Do'stlarim bilan ancha-muncha bozorlarga, sirtlarga chiqib, cho'g'laydigan, o'ynaydigan bo'ldim. Men bilan eng yaqin o'tadigan bir do'stimning yo'ldishi menga ancha-muncha iliq chiroy bilan qarab qo'yadi. Texi bir necha qatam paranglashib qoldik. U menga hayronman, eringiz sizdek chiroylik, oq ko'ngil qiz bolani qandoqmi xo'rliqsiz keldigando deydi. Men har qandoq bir arzotidan anglab baxmagan bu gapni anglab, birdilla do'stimning eriga dardimni tükib olg'am kep qoldi. Az to'la dardimni tükib oldim. Shundan keyin do'stimning eri meni ancha-muncha izlaydigan bo'ldi. Men bir mazgildan keyin yan telefon setib olib, telefon ishlatdim. Erim uyda az, sirtlarda jiq yurgashkamikin, uyda yolg'iz bo'lg'achqa telefon tutmasam bo'lmaydi. Do'stimning eri telefon nomerimni tepib menga telefon qildi. Ham menga ko'ngli borligini, meni burundala tartib tuniydiganligini, meni yuzi to'van, axloqliq, chiroyli, ko'ngildagidek qiz ekanligimni aytdi. Men to'y qilibmi, erimdan bundaq shirin gaplarni anglab baxmag'achqamikin, menmu u bolaga qo'pol tegalmadim. Ham qo'pol tegay desam, do'stimning yo'ldishi tursa, qandaqmi qo'pol tegalay. Men turmushda izchil buruq turumliqda yashashga, boshqalar bilan sirdishni to'limi orzu qilg'ashga, u ko'rishayli desa ma'qul bo'ldim. Biz xoliroq bir yerda ko'rishdik. Biz ko'rishib birdan paranglashdik. U balamu shundoq qamlashgan, shundoq kelishgan, gap so'zlarimi shundoq muloyim edi. Men xuddi tunji muhabbatdan huzurlanayotgandek hissiyatda bo'lib qoldim. Yo'q, men bunda xiyollarda bo'lsam bo'lmaydi, deb o'zimni ogohlantirdim. Ham amal bor, uning bilan ko'p ko'rishmaslik qaroriga keldim. Biroq men uningdan o'zimni qochirgan siri, u meni ha deb o'zdidi. Men xafa bo'lsam-mu, hech ish bo'lmagandek izdaverdi. U balaning menga oshi o'tdek bir jup ko'zlarida qarashlari, xuddi meni chin dilidan yaxshi ko'radigandek, menmi uni yaxshi ko'radigandek hissiyotga akilib qo'ydi. 7-qism. U bir kuni
mening qaytib keting deganimga unamay, jahillik bilan meni o'ziga qartibla chin mehrlik bag'riga bosdi. Men hayotimdagi eng unutulmas va eng tunji muhabbatning huzurini elvatgandek sezimda erib ketdim. Men hozirga kelgicha biror o'g'il bolaning meni bundoq mehrlik bag'riga besib baqqanini ham ko'nglini izhor qilib baqqanini bilmaydim. Men o'zimni tortay deb tirikashdim. Biroq uning talvilachi quchoqlashi bilan men tamoman kontrolligimni yo'qotib qo'ydim. Bir chog'da men tuyuqsiz balamni va yo'lishimni esimga elib, bar kuchim bilan uning qo'ynidan yulg'unib chiqib, yig'lagan peti uyga qaytib keldim. Bu ish menga bakla ta'sir qildi. Men xeyli kunlargacha bu ishlarni o'ylab, o'zimni ayblab chiqdim. Xuddi ruhim chiqib ketgandekli bo'lib qolgan edim. Yuragim hadab meni ayblaydi. Sen ering bar turuqliq, balang bar turuqliq, jahondagi eng og'ir gunohni qilding, deydi. Men shu ishdan keyin endi sirtlarga hargiz chiqmaslikni, do'stim Gulnazning yo'ldishi Erkin bilanmi qat'iy ko'rishmaslik qaroriga kelgan edim. Yan telefonni necha kunigacha ochmadim. Erkin bo'lsa men bilan aloqalasha olmay, bakli betaqat bo'lib ketibdi ekan. Men to'p-to'g'ri 4 kundan keyin yan telefonni ochdim. Telefonni echishimg'ila 40-50 dak uchur keldi. Bu uchurlarning hammasi Erkindan kelgan edi. Hammasining mazmuni sizga kuyib qoldim. Ko'nglim bor. Sizni sig'indim. Biz arlashayli degandek gaplar edi. Boshqa uchurlarni ko'rishga toqatim qolmay, uchurlarni o'chirib tashladim. Biroq ish buning bilan tugamadi. Men telefonni etib olgan bo'lg'ashqa, u mendan bakla ansirab ketibdi ekan. Va menga necha qatim telefon qildi. Telefonni olmay aldirash qilib etdim. Biroq u qayta uratdi. Oxiri taqtim qolmay uningga keskin holda o'zimning o'ylaganini aytdim. Ay Nazar, yaxshi turatamsiz. Meni bek ansirattiniz. Yaxshi emas. Azroqmi yaxshi emas. Nemish bo'ldi? Nemishga telefonni olmaysiz? Men nemishga bundoq muomala qilsiz? Men nimani xato qildim? Bizning qilganlarimizning hammasi xato. Sizning xotin bolalaringiz bor. Meningmi ham shu. Biz bel xato tunishib qopdimiz. Biz har qancha bir-birimizni yaxshi ko'rsakmi, ko'ngilning kayniga kirib ketsak bo'lmaydi. Bu nima deganingiz? Siz meni yaxshi ko'rmamsiz? Men sizni kech-kunduz o'ylab yursam, siz aksicha. Yo'q dedim, yo'q. Endi bunday gaplarni qilmang. Bizning aloqamiz endi mushuning bilan tegisin. Ay Nazar, avval bir gapimni anglang. Men sizni xushal qilaman. Eringiz ata qilamagan ashu baxtni mana men sizga. Uning gapining oxirini anglashga toqatim qolmay, telefonni etivatdim. Iniqini essam, shunchalik azoblandim. O'z vaqtida ota-onam meni to'yga zo'rlagan chaqlarda mushurat qila oladigan isyankorligim bo'lgan bo'lsa, arto'la erkinligim bo'lgan bo'lsa, men muhiligacha o'z baxtimni topar edim emasmi? U chaqda hozirgidek motam marosimda kunlarni ko'ratdimmi? Yurak bag'rim mehr muhabbatga tashna bo'lib, hozirgidek azobda mo'jilarmidi? Men amdi gapni aniq qilgandan keyin Erkinni niyatidan yanar deb o'ylab ekanman. Nadikini uning meni izdashlari
teximi köpeydi. O to'xtamay telefon qilatdi, uchur yo'llaydi. Onun bu qilganlari mening azobimni teximi kuchaytirgan edi. Yo'q dedim, yo'q. Men sizga qancha qitim deyman? Endi meni izlama. Biz endi to'xtab qolaylik. Bizning qilganlarimiz tubdan xato. Sizning xotin bolalaringiz, mening oilam bor. Balalarni o'ylaylik. Bo'lamdi. Ularning beshiga chiqib qolmaylik. Hissiyotning keyniga kirmaylik. Ya burun tanışmabdık. Endi bu ishlar mumkin bo'lmagandan keyin biz bo'ldi qilayli. Nemishqa? Siz shunda qilishga chidamsiz? Eringizning ahvoli shu tursa, siz yolg'izlik tatamsiz. Eringizning siz bilan kari bo'lmasa, sizning bu qilganingiz xato emas. Xotirjam bo'ling, hech ish bo'lmaydi. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizmi shugu? Shundoq bo'lgandikan, bo'ldi, ansirmang. Men yana telefonni uzatdim. Uning qayta telefon qilganligini bilib, telefonni itibatdim. Uning qilgan so'zlarini o'ylasamla, ichimdan yig'i tutatdi. Bu gaplarga naqadar cho'nqur talpinish singani. Agar har ikkilimizning oilamiz bo'lmagan bo'lsa, menmi boshqa baxtli qizlardek muhabbat huzurini tetib, baxtli oila qurib, uning bilan bir umr yashayolgan bo'lsam, qanday yaxshi bo'ladi. Biroq bu mumkin emas. Menga yanala mushu azobli reallikni qabul qilmay, meni sevmisimi? Menga ko'ngil bo'lmisimi? Yanala shu erimga itoat qilishim, mas'uliyatchiligim bilan ayollik va onalik majburiyatimni ado qilishim kerak. Bir kuni yana Erkindan telefon keldi. Men telefonni olmay itibatdim. Chunki u telefon qilib bormagani bilan men yerib qolatdim. Balamning holidan xabar elib, osh-tomoq etib, kirqat yuyib, qolgan vaqtlarda xiyol surib o'ltiratdim. Televizor ko'rishga maroyim yo'q. Chunki sapli muhabbatli filmlar qo'yiladigan bo'lg'ashqa, men texmo azoblanib ketdim. Shunga yanala o'zimni bir ishlarga banit qilib, bu xil azoblardan qutulishni izlaydigan bo'lib qolgan edim. Shunda xiyol qilib o'tirsam, erim kirib keldi. Uning bugungi muomalasi burunqidek qo'pol emas edi. Tamoq atdanlama xotin. U shundoq deb yanamga kelib o'tirdi. Ha, mana hozir aytaman. Men esimni yig'ib, aran shundoq deyaladim. Ha, nima aytay? Nima yeyingiz ba? Bo'ldi, tamoq atmagan. Men yeydigan narsa ilib kelgan. Shuni yeyri, ha? Turib tur. O, shundoq debla sirtqa chiqib, bir muncha tamoq o'ralgan sulyovni ko'tarib keldi. U asli meni tuyuqsiz xush qilib etmoqchi ekan. Uning bu silliq muomalasiga qarab, Erkin yodimga yetdi va uning bilan necha qatim ko'rishib, paranglashib sirdashganlarimni o'ylab, qilgan ishimga bek nomus qildim. Uning chiroyiga beshimni ko'tirib qariy olmadim. Omo meni azoblayman degandek, bugun menga boshqachalar amroqlik qilib ketgan edi. Men texima azoblandim. Erim bor turib, qilgan ishimga bekla nomus qildim. Ham buningdan keyin Erkin bilan qat'iy ko'rishmaslik qaroriga keldim. Erim bilan bu kechini xeyli yaxshi o'tkazib, ertasi erim yana chiqib ketdi. Erkin yana telefon qildi. Telefonni olsam, meni sig'inganligini, ko'rishgisi kelayotganligini, meni bak ko'rgisi kelib ketayotganligini deydi. Lekin men bo'ldi, ishimiz tugasin,
ko'rishmayli. Endi buningdan bundaq gaplarni og'zingizdan chiqarmang. Keyin pushaymon qilib qolsiz. Siz qandoq chidaysiz? Siz meni yaxshi ko'ratdingiz-ku. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni unuta olmayman. Acaba siz meni shundoq unutib keta olamsiz? Qani ayting, siz meni unutib keta olamsiz? Gap qilmaysiz-ku. Men unutib ketaman. Sizning xotin bolalaringiz, meningmi erim bor. Sizmi unutib ketding? Men shundoq debla uning shirin shakar gaplariga parvo qilmadim. Umu xeyli g'araz o'qidigan bola edi. Men uningga siz bilan ko'rishib xo'shal bo'ldim deganim bilan amaliyat xo'shal bo'la olmadim. Chunki erimga, do'stimga yuz kelolmayman. Vijdonimga yuz kelolmayman. Ikkimizning umrlik ishi bo'lmagandan keyin mushu yerda to'xtab qolaylik dedim. Umu bo'pti, o'zingizni asrang. Baxtli bo'ling deb telefonni qo'yib to'xtab qolgan bo'ldi. Garchi Erkin bilan paranglashsam, o'zimni shuncha xo'shal baxtli his qilganim bilan u degan do'stimning eri tursa, ichimdan xo'shal bo'la olaydim-mi? Bakli bearam bo'lardim. Bu bearamchilikqa hech narsa to'g'ri kelmaydi. Vijdon azobi degan shu bo'lsa kerak. Men qandoqla bo'lmasin, bu azobli lazzatdan qo'l uzishim kerak deb o'zimni paslaydim. Ostidagi zaykanni va xoni besib qo'ying. Ko'p qismliq ovozliq asar Muhabbatga tashna qalb. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Mikrofon oldida Maryamgul Xushxo'y. Yusufjon Abdurahmon. Bu asar avtorining qo'shilishi bilan o'nga elinib, bir xil salonda tarqatildi. Boshqa har qanday salon, turbikat, abcha va bevosita anglitish uslublariga xohlagancha ko'chirib tarqatishga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Ko'chirib tarqatganlar baqalsa, qonuniy javobgarligi qattiq surishti qilinadi. Amgakimizga hurmat qiling. 8-qism. Erkin gahi-gahida yana telefon qiladigan bo'lib oldi. Telefonni olmasam o'chir yozatdi. Buning bilan amalsiz telefonni etib etdim. U ana shundala jimib qoladi. Erimdan anglab baxmagan ashu shirin gaplar yodimga yetsila. Nimishqa yo'ldishimi Erkindek romantik emasdi. Erimi ashu Erkinning yerimchilik bo'lib qolgan bo'lsa, menmi Erkinning ayoli erishgan baxtdan huzur elib baxsam, muhabbat ichida yashab baxsam nima bo'lar deb o'ylab ketdim. Ba'zida xiyollarim qanotlanib yiroqlarga ketadi. Men Erkinni bundoq o'ylasam bo'lmaydi. Shuni o'zimni ko'parak uy ishiga qaratib, bema'ni xiyollarni qilmaslikka tirishdim. Men bu qilgan xatoliqimdan bir umr saskinib, o'zimdan nomus qilib o'tadigan holatga kelib qoldim. Bir necha kun o'tib, erim bilan urushib qoldik. O aroq ichib kirib, meni yana urdi. Ko'nglim qattiq og'irdi. O'zimni bu jahonda eng bechoradek his qildim. Ko'nglimda, "Ay erim, sen mening qadrimga yetmagan bilan ishqimda kuyayotganlar ba. Sen nimishqa meni asramaydigansan?" deb nida qilatdim. Erim yana aski burun qo'yin tepib olgan siri men Erkinni yana xiyol qiladigan bo'ldim. Ashu mehrlik, asabiylash quchoqlash. Men nimishqa buncha bechora. Chanqoq qalbim bir umr yaxshi kuyinishga, yaxshi ko'rishga erishishga tegishlik mehr muhabbatga tashna bo'lib o'tarmanmi? Ko'ngil degan narsa odamning royiga baxmaydi ekan. Yoki uni bog'lab qo'yg'ili bo'lmasa,
Erim kun-kunlab yeni uyga qaytmag'achqa, men yana g'ayribsinib qalatdim. İxtiyorsiz xiyollarim yana erkinga yetib boradi. O zada nemish qilayotgandi? O hozir balkim ayol bilan tamoq yeyotgandi. Qo'chaloq qarasa, uzun qora sochlari yang'ratlik taralgan, kiyim-kechaklari shuncha pokiz va ratlik. Mijozning esilliqichu. Hay, bu erim mushu holda meni yiltirsa-mu, erkindek bu bulamaydi. U atadan kechgacha sirtda ishlab pul tepiyotman deydi. Hayronman. Acaba odamga puli bo'z bo'lamdi? Qani uning topdim deb elib kirib baqqan puli. Men mushularni o'ylagancha erkinni bakla seg'inatdim. İchimdagi barliq dardlarimni to'kib, uning bag'riga o'zimni etib, qoniga yig'ilib olg'im keladi. Erim meni urib bo'libla chiqib ketdi. Men bolamni quchoqlagancha yig'lab qoldim. Uning muomalasi yanada burunqidek eski bo'lib ketdi. Bu alamlarga chidamay, necha qatam erkinga telefon qilay deb uni izdemoqchi bo'ldim-yu, bu xiyolimda yaltaydim. Chunki men bunday qilishning xato ekanligini obdan bilatdim. Bir kun uyda baldırlı tushlik tamoqni etib bo'lib, tamoq yeb bo'lib o'tirsak, telefonimga bir uchur keldi. Men xudiksirab telefonimni qo'limga olmay, chandurmay ishimni qilaverdim. Yana uchur keldi. Erim bu qatam telefonni qo'liga oldi. Erim qo'liga elibla uchurni o'qib, "Uning bilan nima aloqang bor?" dedi. Uchurning mazmuni: "Nimish qilyapsiz? Bugun bozorga chiqamsiz?" degandek gap edi. Men uningga nima deyishimni bilmay, "Do'stim erning telefonida uchur qilgan o'xshaydi. Billa bozorga chiqamiz deyishgan edik" debla gapni burdim. Lekin erim sal gumonlanib qoldi va men bilan yana urushdi. Men darhalla: "Bu uchur shu do'stimning uchuri ekan. Siz menga undaq o'g'il qilmoq bo'lamdi" debla gunohni o'zimga olg'ili unmadim. Shu jadaldan keyin erkin bilan qat'iy ko'rishmaslikni o'yladim. Erkinga yig'lab turib bu ahvolni aytdim. Umu ma'qul ko'rishmayli. Hissiyotning kayniga kirmayli, o'zimizni tutib olayli dedi. Shundoq qilib biz bir-birimizga qiyolmagan holda ayrildik. Shu ishdan keyin erim menga ishonmaydigan, meni doim haqoratlab tillaydigan bo'lib oldi. Men u ishdan qo'l uzib, erim aski bo'lsa-mu, vijdonimga xilof ishni qilmay yuralasam, bu mening baxtim deb o'yladim. Kunlar shundoq o'tib. Beshimdan o'tayotgan bu ishlarga echinatdim. Balammu 3 yoshga kirib qoldi. Balamni yasliga berdim. Ham uyda yolg'iz bekor o'ltirmaslikni o'ylab, oshxonaga kirib, 1 yil to'xtam tuzib ishga tushdim. Bu oshxonada ishlarni shuncha pokiz, ratlik, o'lchamli qildim. Oshxonadagilar bilan chiqishib ketdim. Ular mening oq ko'ngil, samimiy qiz ekanligimni bilib, meni xeyli yoqtirib qoldi. Ham davomli ishlang deydi. Men bu oshxonada 1 yil ishladim. Balam va turmush xarajatlarimdan eshinib, 1 yilda 10 ming yuan pul yig'ibdiman. Erim burunqidek loyihazallik qilib, o'zining janini o'zi beqib kunini elib o'tayverdi. Men 1 yil oshxonada ishlabdiman. Endi yer terib, yer ijara elib, bu yil teriqchilikdan usul olay deb o'ylab, yer ijaraga oldim. 1 yil yer terib, 15 ming yuan qo'limga oshdi. Yiliqi 10 ming yuan pulim bilan 25 ming yuanni bankaga soldim.
Buningdan keyin boshqalarning oldida xor bo'lmay, yüz obro'yim bilan yashash uchun erimning quli bo'lmaslik, qiynanamning oldida qo'limdan ish keladiganligini ko'rsatib qo'yish uchun ham opam, dadam, akalarimning, xonachilarimning oldida qo'limdan ish keladiganligini ko'rsatib qo'yish uchun hunar o'rganib, do'kon ochib, bara-bara taraqqiy qilib pul tepishni o'yladim. Muhabbatdan ta'lim kelmagandan keyin bir umr qaqshab, zarlanib o'tkicha iyilik tiklab, o'z kelgusimni yoritishni o'yladim. Erimning men bilan kari bo'lmagandan keyin bir hammamning tonishtirishi bilan Noyi bozordagi bir o'zin tuzash ustasiga shogirdlikka kirdim. Bu ustammo meni xeli yoqtirib qoldi. Siz chiroyli, egiz bo'y, zilva, oq yuzli qiz ekansiz. Sizda qizlarga bu hunar toza mos keladi. Deb menga butun kuchi bilan hunarni o'rgatib qo'ydi. Men o'rganish orqali bir necha ichidala bu hunarni xeyli obdal o'rganib oldim. O'rganib bo'lib, yezi bozorimizga bir do'kon ijaraga elib do'kon ochdim. Do'konni ochib bir oygacha biror xaridormi kirmadi. Men pek umidsizlandim. O'zimni chiroyli yasab yurdim. Boshqalar menga qarab bir necha qatim do'konga kirdi. Do'stlarimmi kirdi. Boshqalar mening ochiq yo'ruq, tuz mijozimga amroq bo'lib qoldi. Hunarimning yaxshiligiga ishinib, do'kon xaridorlar xeyli kirdigan bo'lib qoldi. Do'konni ochib bir yildan keyin qo'limga xeyli pul kirib qapti. Shunga do'konni cho'ngaytishni o'yladim. Cho'ngroq do'kondan ishkini elib birlashtirib ochdim. Sodam yaxshi edi. Pul topdim, yuz topdim. Aka ochchilarim, dadam opamning oldida yuzim xeyli cho'ng bo'ldi. Bular endi mana bugunga kelganda menga qoyil bo'ldi. Ashu azobli kechirmishlarim bo'lmagan bo'lsa, bugungidek jur'atga kelolmaydim. Bugungidek bundoq yo'lni tepishni o'ylamaslikka mumkin edi. Japoning tigi rahat degan shu. Mush kunimga shukr qilaman. Balamni shundoq yaxshi baxtim. Lekin turmushimdagi men arzu qiladigan mehr muhabbatlik, menga kuyinadigan, ko'ngli oq hamroyim bo'lmaganiga erimning bugungi kuniga kelgandimi, yanala o'shini topmay, burunqidek layg'azallik qilib yuraverganligi. Men turmushimdan xotirjam bo'lolmasam-mu, lekin muhabbatsiz bu turmushdan yanala ko'nglim shunchalik so'niq edi. Boshqalar menga havasmi qilishdi. Men burun havas qilganlar endi menga havas qilishdi. Ularning hammasi siz bek chiroyli, ham boy deb ta'riflaydi. Meni to'limi baxtli deb hisoblaydi. Biroq ular yuragimdagi hasratni, qalbimdagi azobni tushunsin. Agar ular burunqi azobli kechmishlarimdan, azobliq, ochiq o'tmishimdan xabardor bo'lsa, yana menga havas qilamu. Boshqalarning nazarida men g'aymi yo'q bir qiz edim. Lekin iqtisodim yaxshi bo'lgan bilan erimning ishonchidan qo'rqib qoldim. Shu ishdan keyin muhabbatsiz bu uyda va ko'ngillarda sovuq shamol uchib turadi. Dunyo, men bir umr mushundaq o'tib ketarmanmi? Men kutgan, men tashna bo'lgan turmush mushumu? Yo'q. Men buni kutmagan. Bu kunlarni orzulamagan. Mening hech narsam bo'lmasimi? Butun muhabbati bilan meni qo'g'daydigan, menga mehrini beradigan, balasiga kuyinadigan, meni suyadigan, ota-onamni hurmatlaydigan, boshqalarning oldida yuzimni yo'riq qilalaydigan erimli bo'lsa, kupay edi u. Mening kutadiganim ajaba shuncha cho'ng talabmi? Men pul topdim.
yuz topdim. Lekin haqiqiy baxtimni topolmadim. Chunki men orzu qilgan oshu baxt, men talpingan oshu mehr muhabbat turmushimda yo'q. Lekin men o'zimni tashlab etmaganligimdan baxt topolmasam-mu, bu umrim baxtsizlik, azob oqibat, dard alam, o'valchilik ichida yashab kelgan bo'lsam-mu, kishilar oldida bazirimizning dangliq obraz loyiligicha Oynazar degan yaxshi nomim bilan xeli yuz topgan edim. Men vaqtning o'tishi bilan bu azoblar ichida poklanib mengayotgandek, o'zimni hech bo'lmasa ayg'ir to'qayliq ichida o'z o'rnini, haqiqatni topgandek bir ayol deb his qilyotdim. Shogirdlarimga layoqatlik ayol va eng layoqatlik obraz loyiligichi girim ustisi bo'lishni o'rgatdim. Shogirdlarim ichidagi yo'lidan ezib qolgan bir boyning qizini to'g'ri tarbiya ishlab va kechirmishlarimni so'zlab xato yo'ldan qaytarib oldim. O qizmi mening hasratlik kechirmishlarimni anglab, qiz o'ynasi baxtiga degan so'zning haqiqiy ma'nosini tushunib yetdi. O hozir ilgirkiga o'xshamaydigan oddiy sodda go'zal qizga aylandi. O'zimning bir odamni yomon yo'ldan to'sib, yaxshi yo'lga boshlaganimdan ko'nglim xush bo'ldi. Rost emasmi? O'zi yaxshi ko'rgan odam bilan murodiga yetmak unchola oson emas-da. Ko'ngil degan sarang narsa. Boy nomrod, sat, chiroyli, cho'ng kichik demaydi. Cho'qim erishimiz deganni qallamizga aykirib olsak, o'zimizni o'zimiz nobud qilib qo'yamiz. Muhabbatning dardida sarang bo'lib atqanlar ayni mushundaq johillik qilib, azobli kunlarga qoladi. Men shundoq o'ylaymanki, har qancha yaxshi ko'rsakmi, uningga erisholmasak, erishgidek yo'l bo'lmagan holatda cho'qim voz kechishni o'ylashimiz kerak. Voz kechishmi eng yaxshi tanlash. Lekin uningga erishiman deb qalbidagi obrazimizni nachar qilib olsak, erisholmagandimi bakkarak azobga qolamiz. Gerçi erisholmasakmi, uning qalbidagi obrazimizni eng yaxshi holatda saqlab qolalasak, bir umr uni yaxshi ko'rganimizga ishonadi ham arziydi. Men bu to'ydan burun birasini yaxshi ko'rolmagan edim, lekin to'y qilib, arining qo'lida turib boshqa bir arini yaxshi ko'rib qoldim. Lekin voz kechish azobli bo'lsa-mu, yana voz kechdim. Chunki voz kechishmi eng cho'nqur, eng ulug' muhabbat. Uning ustiga mening tanlashim meni mangu vijdon azobiga qo'yishdan saqlaydi va keyingi hayotimda cho'qim aziz va hurmatli odamga aylantiradi. Men ana shundoq azobli kunlarni boshdan kechirgan betalay qiz. Kichikidan erkinlikka bo'g'ib etilgan, jamiyatni, dunyoni tushunish fursatiga erisholmagan, oila mehriga, haqiqiy kuyinishga erisholmagan bechora qiz. Gerçi ikki qatamliq turmushimni ota-onam tanlab bergan bo'lsa-mu, men shuncha zo'r badallarni to'lab tirishdim. Oddiy sodalik ichida o'z o'rnimni topmoqchi bo'ldim. Lekin mayli qiynanam yoki ardin haqiqiy kuyinishga asrashqa, kichikina bo'lsa-mu izzat hurmatga erisholmadim. Mening turmushdan kutadiganim shu oddiy narsa edi. Men shuncha zarqib tashna bo'lgan ashu mehrga erisholmadim. Balkim ota-onam meni yaxshi bir oila tarbiyasiga ega qilgan bo'lsa, balkim mening hozirgi taqdirim boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Agar menmi bir illiq mehrda ko'nglim suv ichib, ko'nglim butun cho'ng bo'lgan bo'lsam, menmi hozir buncha hasratlanib o'ltirmay, balki baxt naqsini yangritib o'ltirgan bo'lar edim. Men bu haqiqatni his qilib yetganimda to'limi kechikkan edim.
Odam hayotda nurg'un narsalarni tanlay olmaydi ekan. Balki hayotlik bizga tanlab beradi ekan. Biroq bizmi dunyoda yashagan ekanmiz. O'zgartgili bo'ladigan reallik uchun tirishib, o'rinib beqishimiz kerak ekan. Men shunday qila oldim. Garchi men qo'g'lashgan, men talpingan izzat, hurmat va muhabbatdan, izzat, hurmatga erishgan bo'lsam-mu, biroq muhabbatdan mahrum qoldim. Yoshlik bahoriga qadam qo'ygan har bir go'zal qizning mening hayotlik musafimdan ibrat elib, insonning hayotining muhim tarkibiy qismi bo'lgan muhabbatlik turmush uchun jondan kechib bo'lsa-mu kurash qilishini, tirishib o'zining haqiqiy o'rnini, haqiqiy baxti va xo'shalligini tepishini orzu qilaman. Chunki biz xonim qizlar hargizmi ojiz emas. Bizmi tirishsaqlar butun jahonni hayron qoldirgudek ulug' ishlarni ta'riflaymiz. Tirishsaqlar baxt orzularimiz uchun kurash qila olsaqlar, o'zimiz kutgan haqiqiy baxtga erisha olamiz. Mana bu kichikdan qalbi go'zal istaklarga to'lgan, ammo qilch tushunishga erisha olmay o'tgan muhabbatga tashna qalbning nidosi. Asarning barliq qismlari tamam. 2019-yil 8-oyning 23-kuni. Urumchi, Dovan.